Assalomu alaykum hammalarga. Hop, mana bizning keyingi yog'och zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Olib kelib mana ustunovkalarini qilib tugatdik hozir. Hop, bunimiz tabiiy sasli navruzli yog'ochdan yasalgan eshik romlarimiz. Qalinligi to'g'ri 6 sm ga tayyor bo'lgan, o'zi 5 li yog'och. Hop, razmeri keladigan bo'lsak, eni 90, balandligi 230 bo'lgan. Ochiladigan qanotini o'zi 80 sm. Mana shunaqa figurali fasonda gul o'ymalari bilan abnalishga karnizlari bilan birga tayyor holatda olib kelib berdik. Xo'p, zamogimiz har doimgidek millionli, sinaqta zamog. Ochib yopilishlari shumkalari bilan birga. Xo'p, oshim-oshig'imiz har doimgidek bir qanotga 3 tadan oshim-oshib. Videoda imkon qadar tezroq gapirib tushuntirib berishga harakat qilaman, cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'p, endi bunimiz qanotligimiz endi 1.18, balandligi 2.30, ochiladigan qanotimiz o'zi 65 sm. Kirib chiqishga kengroq bo'lish uchun kattaroq qilib berdik. Figurali, o'ymali fasonda, sodda emas, figurali fason. Bunimizda ham shumkalari bor, chekalarida rezinkalar qo'yib shumkali qilib bergan. Zamogimiz millionli zamog. Abnalishi, karniz hammasi komplekt. Aynaklari germetika kleylanib soladi, sovuq kirib taraqlamasligi uchun. Ularimizni davori bilan birga qilib berganmiz. Hozir shularni ham ko'rsataman. Hop, общий bu yerda ikkita eshik, 3 ta rom o'rnatib berganmiz. Hop, bularimiz ikkita bir xil razmerdagi mehmonxonamiz romi. Hop, eni 1.30, balandligi 1.65. Davorimiz 42 sm. Davori abnalishga podokomniklari bilan komplekt full holatda qilib berdik. Ikki romimiz ham razmeri bir xil, o'rtadan ochiladi. Agar xohlasanglar arzonroq tutsin desanglar, bu davorda qilmasdan faqat podokomnikni o'zini qilib qilsa ham bo'laveradi, arzonroq tushadi. Endi akamiz shuni qilib berdi, shu variantda qilib berdik. Xo'p, eshigimiz ham birga chiroyli holatda, orqa tomonlari putoq ekan, videoda juvoni ko'ra olinglar. Shpangilyatda nima uchun biz mana bu ikki tomoniga qo'yamiz? Nimagaki, mana yopganda orqa tomonda bu yerda shpangilyat kuniy turmasligi uchun ichiga qo'yamiz. Orqa tomoni ham tekis chiroyli turadi. Xo'p, endi nariga romlarimizni ko'rsataman. Xo'p, bu keyingi romimiz. Xo'p, razmeri endi 1.85, balandligi 1.60. Davori 42, podokomnigi bilan 42 sm. Podokomnikni komplekt holatda. Bunimizni endi kattaligi uchun ikki chekani ochiladigan qilib berdik. Xo'p, zapchaslari ham akfani o'zini komplekt qilib, arzon narsa emas, yaxshi narsa qilib berdik. Eshigimiz orqa tomoni putog'i yo'q, tiniq holatda. Peshlari, liniyalari bir xil qilib cho'tkir o'rnatib berdik. Oshim-oshig'imiz ushladi. Xo'p, mana ochib yopilishi orqa tomondan ruchkani buramasdan yopilardi. Ligirovkalari ham o'ta mehki, yumshoq holatda qilib berdik. Shumkalari bilan birga. Bu o'sha hozirgi 1.85 romimizni oldi tomonda abnalishga karnizlari bilan bir xil holatda. Endi bu hozir oddiy asvolda turibdi. Atletkadan keyin bular yana ham ochiladi. Xo'p, bu 1.30-1.65 ikkita standart romimizni oldi tomondan ko'rinishi. Bu ham abnalishga karnizlari bilan komplekt holatda. Endi videoda cho'zilib ketmasligi uchun uzib-uzib qisqa qilib imkon qadar tushunarli qilib olib beryapmiz. Hop, endi nomerimizni keladigan bo'lsa, nomerimiz 99lik 607 69 00damiz. Agar ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. O'zbekiston vodiy bo'ylab kechiring holda ustunovka, dastlabki hammasini qilib beramiz inshaalloh. MDF yog'och hammasi bor, materiallarimiz ham bor, ustuxonamizni o'zida qilamiz. Kechiring holda inshaalloh hammanglarga nasib qilib beramiz. Endi buni puli keladigan bo'lsak, общий summasi 3 ta rom, 2 ta eshigimiz davorli holatda ustunovka, dastlabki hamma yo'g'i bilan birga 16.200.000 so'mga olib kelib o'rnatib tayyor qilib berdik. Hozirgi kunda o'rnatib ustunovka qilgani ham 2 kun vaqtimiz ketdi. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ldi. Tayyor qilib kalitlar berib topshirib ketyapmiz. Inshaalloh bo'lsa nasib bo'lsa sizlarga ham qilib beramiz. Video ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.